Salom hammaga do'stlar, yaxshimisizlarmi? Bugun YouTube kanal ochdim. Iltimoslardan mana shu YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Kelinglar, men sizlarga o'zimni noldan tanishtirsam. Birinchisi, yoshim 15 da, 2010-yilman, 9-sinf o'quvchisi, 22-maktabda o'qiyman. Hop, keyingisi ismim Asadbek, familiyam Obidjonov. Qiziq hobbim mana shu bloger bo'lish va voleybol o'ynash hobbi. Keyin yana sizlarga nima haqida aytsam, meni YouTube kanalimda qanaqa videolar bo'ladi deganlar uchun birinchisi vlog, sayohat, challenge va sizlarning kommentariyaga yozgan videolar chiqadi. Xudo xolasa, sizlar faqatgina like, podpiska, kolchik bosib ketsalaring bo'ldi shu. Hop, keyin 1000 ta bo'lishimiz bilan mikrofon olamiz. 2000 ta obunachi bo'lganimizdan keyin shtativ olamiz, lampali. Lekin men shtativim bor, faqat lampali emas. Haligi selfie tayoqchasi, oyoqchaligi bor, o'shanaqali. Hop, avval ham men bloger bo'lganman. 8-sinf, 7-sinflik oxirrog'ida dekabrda boshlaganman. Unda ham rosa videolar qo'yib, zo'r kontentlar qilganmiz. Videolar ishonarli o'zim ko'rib, sal faqat agar o'sha kanalim o'chib ketmaganda hozir men bundan ham zo'r bloger bo'lib ketaman deb niyat qilganman. Lekin bu kanalim 60 ta podpischisi bo'lgandan keyin o'chib ketgan blog bo'lib qolgan. Yo'q, blog bo'lmay, hisob kiritish bo'lib qolgan. Parolni bilmasdim akkauntimda. Keyin sindim deganman, yo'q. Men sinmadim. Men olg'a bosishim kerak. Men tik qarashim kerak. Lekin sinfdoshlarim umuman ishonmagan. Birinchisi blogerga keyin eng ko'p 24,000 ta podpischik yig'dim. Xo'p, keyin 1000 ta, 500, 4000, 6000, 100, 20000, 13000, 11000 ashincha akkauntim bor. Lekin hech qaysidan o'zimni qo'ymasdim. O'shaning uchun bu safargi akkauntim zo'r bo'ladi. Mana shu kanalimda har doim aktiv bo'linglar. Sizlar yoqtirgan kontentlardan qo'yib boraman. Keyingi video juda ham zo'r bo'ladi, narsasi emas. O'shaning uchun like, podpiska kolchik. Meni videoyim sizlarga yoqsa, обязательно like bosinglar. Shu videomiz 10 ta like yiqqandan keyin videoga go. Короче, mashaqa kitob oldim. Qushlar armoni. Juda ham sifatli kitob ekan. Sizlar ham olib o'qinglar. Zo'rmi? O'qish boshlandi o'zi. O'qinglar sizlar. Я странный молодой, в бары как домой. Я пьяный молодой, в бары как домой.